Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana Bo'stonliq tumanimizda 6 sotuv 5 xonali remontlari tayyor uyimiz sotuvga chiqdi. Boshlanishi shu darvozaning boshlanishidan buyog'i tugashi uy oxiri 20 metrga ichkariga 30 metr. Uyimiz tekis joyda. Gaz, svet, suv, Wi-Fi hech narsadan muammosi yo'q. Ko'chalari tekis asfalt bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Eng yaqin maktab uzoqligi 2 kilometr. Mana o'rtoqlar, bu yerda alohida yotoqxonamiz 5 metrga 5 metr. O'zini alohida sanuzellari bilan. Mana o'rtoqlar, bu yerda kirganda koridor qismimiz. Xonalovchi alohida o'zini sanuzeli. Remontlar to'liq tayyor holatda. Koridor o'zi ham katta bitta xonada. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yana bitta dushovoy sanuzeli. Bu yerda yana yotoqxona qismimiz. Ikkinchi yotoqxona qismimiz. Xonalarimiz standart 4 metrga 5 metr. Mana o'rtada zal qismimiz. Bu yoq oshxona qismimiz. Bu yoq uchun alohida yana chiqish eshigi bor. Chiqqaningizda bu yoq mana basseyn. Basseynimiz 8 metrga 4 metr. Ish holatida suv to'ldirasiz, bemalol cho'milaverasiz. Tayyor. Filtr hamma narsasi o'rnatilgan. Hovlimiz bu tomondan ko'rinishi. Atrof manzaralari juda chiroyli. Mana o'rtoqlar, uyimiz bu tomondan ko'rinishi. Hovlimiz tekis joyda. Bu yoqda ana cho'milish sharoiti, isitish tizimlari, gazlik, elektrichеский, bu yoqda mana o'tirgilarni ham qo'yishgan. O'rtoqlar, ushbu xonadonimiz egalari shu uyimizga 105 ming narx qo'yishyapti. Pastda uy egalari raqamlarini ko'rsatib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib, narxlarini kelishaverasizlar.